maktab ta'limi vaziri tomonidan 7-11 sinfda o'quvchi qizlar o'rtasida Vazir kubogi musobaqasi bo'lib o'tyapti va biz ayni damda Ko'hna Surxondaryo viloyatidamiz. Respublikamiz bo'ylab 16 ta jamoalar aynan bugun Termizda bo'lib turishibdi. Respublika bosqichiga yo'l olganlar. Bizlarimiz faqatgina bir futbol musobaqasiga yoki kubok uchun emas, balki do'stona bir uchrashuvga, do'stlik uchrashuviga keldik degan bir fikrlarni bildirishdi. Menimcha eng asosiy maqsadimiz ham shu edi. Qizlarimizning kayfiyati juda ham ajoyib. Hamkor tashkilotlarimizga, bizni yaxshi kutib olgan Surxondaryo viloyatiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Men Xolboyeva Charoz, Jizzax viloyati Baxmal tumanining 48-maktabda o'qiyman. Shu yerga kelgancha qattiq mashg'ulot qildik. Unga trenerimga kattakon rahmat aytaman. Raqib jamoa ham juda kuchli ekan, yutishga harakat qildik va 6 ta golni kiritdik. Undan 3 tasini men o'zim darvozaga gol urdim. Kayfiyatlar zo'r. Yutgandan keyin Xudo xohlasa oxirigacha mana shunday o'ynab kubokda olib ketamiz, chempion bo'lib ketish niyatimiz bor. Surxondaryo viloyatida maktabgacha maktab ta'lim vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati hamda Termiz iqtisodiyot servis universiteti hamkorligida maktabgacha maktab ta'lim vazirligi Vazir kubogi qizlar o'rtasida futbol musobaqasi bo'lib o'tmoqda. Bu musobaqa juda qizg'in bo'lib o'tmoqda. Barcha jamoalar kuchli tayyorgarlik ko'rgan. Bu hamma jamoaga omad tilaymiz. Mana shunday sport musobaqalari doimiy ravishda bo'lib o'tmoqda. O'zbekistonda hamma sportchilarga omad tilaymiz.